Xitoy atalmış G'arbning gazni sharqqa yetkazish nomida yangi yil kirgandan buyon jami 800 milliard kub metrdan ortiq tabiiy gazni bulang-talang qilib Xitoyga to'shigan. Atalmış Şinjan gazetining 26 fevraldagi xabarda bildirishicha, Xitoy turbi to'ri guruhi g'arbiy qism turbi yo'li cheklik mas'uliyat shirkatining oshkorlashicha, Xitoy yangi yil kirgandan buyon 2-oyning 22 kunigacha atalmış g'arbning gazni sharqqa yetkazish nomida miqdori 800 milliard kub metrdan ortiq gazni bulang-talang qilib Xitoyga to'shib ketgan. Xabarda Sharq Turkistondan bulang-talang qilingan gaz 400 shahardan o'tib 500 millionga yaqin Xitoyni gaz bilan ta'minlaydi ekan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yuz berayotgan bir mezgilda Myunxenda o'tkazilgan Uyg'ur tili va madaniyatini namoyon qilish faoliyati diqqatni qo'zg'agan. 28 fevral kuni Germaniyaning Myunxen shahridagi Gasteig deb ataladigan cho'ng kutubxona zalida Dunyo ona tili kunini xotirlash faoliyati bo'lib o'tgan. Ana tili yo'qolishga yuzlangan millatlarning tilini qo'g'dash bu qitimqi faoliyatning asosli maqsadi bo'lgan. Uyg'urlar bu qitimqi faoliyatning nufuzli mehmoni bo'lgan. Bu qitimqi faoliyatga qatnashgan Myunxen shahridagi Uyg'ur xonim-qizlar o'zlariga tava bo'lgan o'rinda Uyg'ur tili va madaniyatiga oid ko'plagan asarlarni, moddiy buyumlarni ko'rgazma qilish orqali yerlik German jamoatining kuchli diqqatini qo'zg'agan va ularning Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati to'g'riliq so'rgan savollarga javob bergan. Yaponiya va Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministrlari 27 fevral istixborotdan o'rtaq bahramlanish kelishimi to'g'risidagi suhbatni tezlatishiga qo'shilgan. Ikki orol davlati Xitoyning kunsiri kuchayayotgan tajovuzchilik harakatidan andish qilayotganligi sababli endi Tinch okean rayonining bexatarlik munosabati va hamkorligini kuchaytirishga va'da bergan. Xabarda qayd qilinishicha, Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministri Nanaya Mahota va Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoshimasa Hayashi Tokyodagi suhbatda Tinch okean orolining klimat o'zgarishi, dengiz bexatarligi va ul aslaha qatorliq muhim nuqtalar haqida hamkorlashishga qo'shilgan. Amerika Avom palatasida o'tkazilgan va taxminan 3 soat davomlashgan alohida yig'inda Xitoyning iqtisodiy, harbiy, raqamlik va ideyaviy tahdidi muzokara qilindi. Hamda Xitoyning davlat bexatarligiga tahdid soladigan faoliyatlarga jiddiy taqobil turish chaqiriq qilindi. Parlamentda bir qism televizorlarda bevosita tarqatilgan yig'inda parlament a'zolari Xitoy hukumatining Amerikaning davlat bexatarligiga oid keladigan tahdidni muzokara qildi va Xitoyning bu qadamlariga qarshi jiddiy ta'sir qo'llanishni talab qildi. Kanada hukumati Xitoyning TikTok app detalini barliq hukumat uskunlarida ishlatishni chekildi. Amerika Yevropa ittifoqidan ilgari mushuninga o'xshash qadamlarni tashlagan bo'lib, Amerikaning 20 dan ko'proq shtat hukumatlari va Amerika parlamenti TikTokni hukumat uskunlarida ishlatishni rasmiy cheklagan edi. Xabar qilinishicha, Kanada hukumati 27 fevral davlat bexatarligini ko'zda tutib, hukumat tarqatgan barliq ko'shma uskunlarda TikTokning detalini ishlatishni cheklaydiganligini e'lon qilgan. Bu G'arbning Xitoy shirkatining sin hambakarlash detaliga bo'lgan andisining kun sari kuchayotganligini aks ettirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Warayning koronavirusning Xitoy kontrolidagi tajribaxonasidan eqib ketgan bo'lishi mumkinligini to'g'risidagi so'zlarga norozilik bildirdi.